biz Uyg'ur süpütide özümüzni millet süpütide saqlab qalmız ve başqalarga tanıtımız deb o'ylayman. Çok saygıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim biz Orta Asya'da yapmış olduğumuz gezilerimize ve sohbetlerimize devam ediyoruz. Efendim bugün yanımızda Uygur Avazı gazetesinin baş muharriri Sayın İrşad İsmetov var. Efendim biz tabii ki burada Uygurları gezip dolaşırken tabii ki onların gazetesi, radyosu, televizyonu ve gerçekten Uygurlar için çalışan, çabalayan, işleyen büyüklerimizle buradaki işte görevli arkadaşlarla da sizleri tanıştırmak istiyoruz. Uygur TV ekranlarından sizlere bu görüntüleri de getirmek istiyoruz. Bugünkü sohbetimizde özellikle İrşad İsmetov beyefendi ile Uygur Avazı gazetesini konuşacağız. Siz özünüzü kısaca tanıştırsak bulamdı? Boldu. Men Esmet İrşad Molakın oğlu, Cumhuriyetlik, Cemiyetlik Siyasi Uygur Avazı gazetinin baş muharriri bolma. Men Uygur nahiyasının Kiçik Dixan yesida tug'ilgan. Shundan keyin Almatadagi Qozaq Davlat Universiteti Jurnalistik fakultetini tugatgan. Shuni tugatgandan boshlab mushu Uygur Avaz gazetida korrektor, bo'lim muharriri, bo'lim boshlig'i ve ahırda baş muharrirning o'rinbosari ve mana bugungilikda mushu gazetga rahbar bo'lib ishlayapman. Mening oilam bor, rafiqam Zulfira Avutova muallim, bir o'g'il, bir qizimiz var, ikki nevrimiz var. Maşallah başlasın. Gazeteniz doğruluk eğitip verseniz? Bizning gazetimizning tarixi nihoyatda uzun. Aslida Uyg'ur matbuotining tarixi 1918-yilgi Sadai Taranchi degan gazetim başlandı. Ondan keyin o gazet biraz vaqt chiqqandan keyin Kambag'allar Ovozi degan gazet chiqdi. Shuning bilan ma'lum sabablarga binoan Uyg'ur gazetining faoliyati to'xtab qoldi. Ondan keyin aralıqda tanaffus bo'lib 1957-yili Kommunizm Tug'i degan nom bilan bu gazet chiqishga boshladi. Shuningdan buyon hisoblsak mana endiki yilga 60 yilga yaqin vaqt yangi gazetimizning davomi chiqib kelyapti. Biroq bizning gazetimizning tarixini 1918-yilni hisoblsak 2018 yılı 100 yıl bo'ldi deb hisoblaymiz. Gazetimizde 16 xodim ishlaydi. Ular jurnalistlar, tajribali, bilimli bolalarimiz bor, qizlarimiz bor. Shular hammasi mushu Uyg'ur Ovoz gazetini mazmunliq, chiroyli, bezalgan, xalqqa yoqadigan gazet qilib chiqarishga tirishyapti. Gazetimizning endi hammalikdan yaxshi narsalarni yozyapmiz. Xalqning ko'nglidan chiqyapmiz deb o'ylayman. Sizin gazetenizin maksadı hakkında to'xtalsangiz. Gazetimizning asosiy maqsadi biz Qozog'iston Respublikasining prezidenti Nursulton Abisho'g'li Nazarboyevning yangi siyosatini, yangi bizning mustaqil elimizdagi ko'p millatlik Qozog'istondagi xalqlarning do'stligini, birligini, o'mligini targ'ibot qilishdan va shuning bilan birga butkul millatlarni beshin qo'shib turgan Qozog'iston Xalqiy Assambleyasining ishini yoritishdan iborat. Undan tashqari bizning gazetimiz Uyg'ur xalqining tarixini, madaniyatini, adabiyotini, san'atini umuman barliq tarafdan
urf adetlerimizni tergib qilib, saqlab kelajak avlodga yetkazishdan iborat. Shuning uchun bizning gazetimizda barliq taraflari mujassamlangan. Bizning xalqimizning, buni Qozog'iston yeridagi xalqimizning hayoti, bugungi kunning barliq problemlari bizning gazetimizdan o'rin olgan. Müşteriler sani qancha? Endi gazetimizning müşteriler soni har xil yillarda har turli bo'lgan. Burun Sovet davrida, Kengash davrida müşteriler soni 24-25 mingga yetgan. Sebebi vaqtlarda O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikistondagi Uyg'urlar shu gazetimizni oladi. Qozog'iston o'z mustaqilligini olgandan keyin bizning gazetimizning shu Qozog'istondagi Uyg'urlarning mushtarlar soni buni oxirgi qitimli ma'lumot, bultuq ma'lumot bo'yicha 14 mingdan oshdi. Endi bu yil bu Qozog'istonda shu gazetni biz Uyg'urlar ko'proq yozilsin, ko'proq o'qisin degan niyatda 20 ming odamga yetkazishni o'ylayapmiz. Kaysu çayda Uygurlar köp yazılıyor. Endi bu Qozog'istonda Uyg'urlarning ko'pchiligi Almuti viloyatida o'rnashgan. O Almuti viloyatidagi Enig'arg'i Uyg'ur, Panfilov, Emgakchi Qozoq, Talg'ir nahiyalarida Uyg'urlar o'rnashgan. Shundan tashqari bizniki Janubiy Qozog'iston oblasida biroz Uyg'urlarimiz bor. Undan keyin Almuti viloyatining Qarasay, Jambul nahiyalarida Uyg'urlarimiz bor. Endi barliq viloyatlarda azdan Uyg'urlarimiz bor. Mana shu hammasi bizning mushtarlarimiz, ular gazetimizni kutadi, qiziqib o'qiydi. Shuni mana hozir biz gazetimiz bo'lsa, bizning maktablarimiz bo'lsa, yani teatrlarimiz bo'lsa, biz Uyg'ur sifatida o'zimizni millat sifatida saqlab qolamiz va boshqalarga tanitamiz deb o'ylayman. Benim ahirki sualim dünyadaki Uygurlara qandaq tilekleriniz var? Biz Uyghur xalqi dunyoning barliq joylariga tarab ketgan xalq. Shuning uchun bizning mana shu gazetimiz orqali aytadigan mening tiligim dunyodagi Uyg'urlarning birligi bo'lsin, o'mligi bo'lsin, amon bo'lsin, qayat bo'lsin. O'zlarining degan arzu armonlariga yetsin degan tilaklarni aytmoqchiman. Bizning gazetimizni endi albatta dunyoning boshqa yerlarida tartish qiyin. Shuning uchun internet to'ri orqali Uyg'ur ovozi deb kirsa shu yerda o'qishga bo'ldi. Shuning uchun barliq dunyodagi Uyg'urlarni bizning gazetimizni o'qishga, bir-birimiz bilan bo'lgan munosabatni yo'qotmasga tirishaylik degan tilakni aytmoqchiman. Evet, köp rahmet. Teşekkürler. Çok saygıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim biz Kazakistan'da Uygur Avazı gazetesinin baş muhabiri İrşad İsmetoğlu'na söyleşimizi burada sonlandırıyoruz. Şimdi geçeceğiz içeride Uygur Avazı gazetesine emek verenler, çalışanlar, onlarla da bakacağız neler yapıyorlar, neler ediyorlar, onları da size ulaştıracağız efendim. Göre göre görüşmek üzere. Eyvallah. Daha program bitmedi ama madem ki öyle, efendim bir programın da yine sonuna geldik. Size köp rahmet, sağ olun ve programlarımıza devam edeceğiz, gezmeye devam edeceğiz. Allah nasip ederse ve sizi daha nice bu işe gönül vermiş, Uygur dünyasında görev alan ve işleyen insanlarla sizi tanıştırmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Efendim hoşça kalın. Allah'a emanet olun.